Assalomu alaykum azizlar, mana avokariya archalarimiz, bularni hozir parvarishi, necha gradus sovuqqa chidashi, qana ko'paytirishni o'rgatamiz. Bular qo'lga tikonlari kirmaydi. Yosh bolalar oldida ham turaveradi, xonaki bo'ladi. Bular tashqarida sovuqda -5 gradusda muzlab qoladi. Bular o'shaning uchun xona sharoitida o'stiriladi. Bularni mana tikonlari bemalol ushlasa ham qo'lga sanchilmaydi. Bularni ko'paytirishi, bularni pishgan shoxlaridan olinadi, atroflarini kesib turib tekis qilib olinadi. Tekis qilingandan keyin atroflarini kesib yuboriladi. Keyin asalga botirib turib, asaldan olingandan keyin 2-3 minutdan keyin tuvayimiz tayyor qilib turib mux solamiz. Muxga karnivinga yaxshilab botirib turib, karnivinni rossiyskisini ishlatinglar. Sprey qilingandan keyin 1 oydan keyin bular tomir otishni boshlaydi. Keyin boshqa idishlarga ko'chirib, karnivinli suv quyib turasizlar, chiroyli bo'lib archalarimiz o'sishni boshlaydi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini belgilab ketinglar. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar.